Siz ham soliq mobil ilovasida 12% daromad solig'ini qaytarib olishni bilmaysizmi? Murojaatlar ko'prigini inobatga olib, ushbu videoni olishga qaror qildik. Yaqinroq keling, 12% daromad solig'ini qaytarishni o'rgataman. Soliq mobil ilovasini yuklab oling, Face ID dan o'tib oling. Endi soliqlarim bo'limiga kiring. Kirgandan so'ng soliq imtiyozini qaytarishga, keyin esa professional va oliy ta'limga kiring. Albatta pastda xususiy bog'cha, maktab va ipoteka kreditini to'laganlarga ham bor. Keyin esa so'ralgan ma'lumotlarni kiriting. To'langan umumiy summani ko'rsating. Keyin cheklaringiz bo'lsa, QR kodini skanerlab kiriting. Yokida bitta kvitansiya va shartnomani faylini oldin telefoningizga saqlab, keyin esa PDF da biriktiring. Jami summa va qaytarish summasi hisoblandimi? Davom eting. Yana ma'lumotlarni tekshirishni bosib ko'rib oling. Keyin esa summani avtomat hisoblaydi. Endi esa yuborishni bossangiz bo'ladi. Arizani yuboring. Endi ortiqcha summani qaytarishga ariza beramiz. Keyin esa asosiy menyuga qayting. Cashback va imtiyozlar bo'limidan ortiqcha to'lovni qaytarishga kirib, qaytarishni bosing. Keyin plastingizni olgan bankning tranzit raqami va infosini kiriting. Keyin uni bank ilovasidan ko'rib olsangiz bo'ladi. Ariza yuborishni bosing. Endi esa sizga yaratilgan arizangiz raqamini va ko'rib chiqish muddatini ma'lum qiladi. Holatni kuzatib turishingiz kerak bo'ladi.